Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз дін және дәстүр, яғни жергілікті халықтың дәстүрімен байланысы. Осы тақырып аясында біздің қойған сұрақтарымызға жауап беру үшін біз студиямызға Сайрам мешітінің бас имамы Салахаддин имамды шақырған болатынбыз. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы жағдайларыңыз қалай, жұмыстарыңыз қалай? Алхамдулилlah, шүкір, өзіңіз. Бұл тақырыпты таңдаған себебіміз жергілікті халық, ол қазақ болсын, өзбек болсын, халықтың салты, дәстүрі, әдеті, ғұрпы және ислам дінінің байланысы. Оның қоғамдағы бүгінгі көрінісі жайында әңгіме қылайықшы деген едік. Әл-қисса ретінде, дін мен дәстүрдің байланысы ретінде түсіндіріп берсеңіз. Алла разы болсын, Ұлықбек аға. Яратқан Жабар егемізге бейқысабы хамды саналар болсын, адамзаттың ағаласы болған, сардары болған. Пайғамбарымыз алейхиссаламге бейқысабы дуруду салаватлар болсын. Енді Алла разы болсын тәклифлеріңіз үшін. Жүдейін бір долгызарып, яғни бір әжайып бір мавзу екен. Мұтлақ түрк халқы İslam dinin o neçə əsrlərdən beri işlənib keləyotgan bolsa, şu bilan birgə bizni urf-odatlarımız, hər birimiz özümüzə yarasha İslami urf-odatlarımız var idi. O urf-odat degəndə biz nimani tushunishimiz kerak? Durust, o masalan aytadi, Hanafi mazhabida birinchi oyat tushunish kerak, keyin hadis, keyin urf deydi, undan keyin qiyas deydi, icma var, ana shunday narsalarni aytadi. Lekin men bir qo'limga bir turkiy kitob tushib qoldi. 2016-17 yillar edi. Petropavl, ya'ni Shimoliy Qozog'iston viloyati Mamlut tumanida bosh imom bo'lib ishlayotganimga menga bir qopchada ikki qop kitob olib kelgandi. Ichida Farsi kitoblar, turkiy kitoblar, arabiy kitoblar, muxtasarlar chiqdi. Ko'p kitoblari jildi yo'q, sirti yo'q, o'rtasi har xil yerlari. Shu hali kitobni men bir 4 oy, 5 oy bo'yi turkiy kitoblarni, bir ikkita Farsi kitoblarni o'qib chiqdim. Shu yerda bir ajoyib bir kitob nomi ham esimda yo'q, chunki uning jildi ham yo'q edi. Kitoblar ancha nima qilib ketgan ekan. To'zib qolgan ekan. Shu yerda bir ajoyib qanaqa kitob nomi ekan, bir ajoyib bir nima o'qib qoldim. Kuniga bir 2 soat, 3 soat shunga vaqt bo'lib turkiy kitoblar o'qidim. Ancha ko'p kitoblar o'qib chiqdim. Bizni urf-odatlarimiz debdi. Hadisdan begona emas debdi. Ya'ni har bir urf-odatimiz debdi. Aqlan zaif bir hadisga borib tiraladi debdi. U yerda ko'p mashhur biz o'zbek, qozoq xalqini o'zi hozir endi lafzdayin o'zbek qozoq deb, bo'lmasa mozorimiz ham bir, qiblamiz ham bir, bozorimiz ham bir, urf-odatlarimiz ham bir, lekin ba'zi bir yerlarda kichkinagina bir ayirmachilik bo'lishi mumkin. Lekin mutlaq o'zagi negizi bitta narsa. Ana shu yerda bildimki, bizni urf-odatlarimiz hadisdan ekanligini. Ana shu yerda itomu afshu salom degan bir hadisni keltirib bir sharh qiladi. Shunda sharhida hali kitobni ovqat to'g'risidan keltiradi. Ovqatda burun avvalda qozoqlarda ham, o'zbeklarda ham mutlaq yarash osh degan bo'lardi. Ya'ni ikki urushib qo'ygan kishini yarashtirish. Nimaga biz turk xalqi sadoqatda mutlaq taomni tanlashgan? Dunyoda o'lik chiqsa ham yoki shukurchilik nimada ham aynan ovqatga ana shu hadisga binoan debdi va shu hadisni hikmatini aytadi. Ikki kishi bir-birini arazlashib qolgan bo'lsa, yarashtiradigan bo'lsa, baribir qisman gina qolar ekan ikki kishining o'rtasida.
lekin bir dasturxonda bir taomdosh bo'ladigan bo'lsa, yana kichkina bo'lsa ham ginasi qilar ekan. Lekin ikkalasini bitta toboqdan qo'l qizib taomlantiradigan bo'lsa, birorta gina qolmas ekan. Men halini o'qidimda, keyin bobolarimizni boyagi hadisga amal qilganini ko'rib, ko'plagan hadislarni bizga faqat urf qilib yuborgan ekan. Endi avvalda aytishardi-ku, payg'ambarimiz alayhisalom bir qavm kelardi, biz avvalda nimalarimiz bor edi, urflarimiz bor, islomga qarshi kelsa, bu qaytarar rad qilardi yoki islomdan desa, uni qilaveringlar deb aytardi. Lekin men u yerda bunday o'qidim, keyin mana bu ijtimoiy tarmoqda ham bir kishini, tarixchi kishining mavzusini, bir yaxshi bir suhbatini eshitib qoldim. Bu kitobni ikkalasini qo'shsam, biz birorta ota bobomizdan qolgan urf qolmagan ekan. Shu ana bu yastaviy bobolarimiz vaqtidan boshlab biz ko'proq hammasini urflarimizni faqat hadislarga amal qilgan ekanmiz. Shu yerda bir ajoyib misol keltiribdi. Masalan, Imom Buxoriy 600 mingga yaqin hadisni bilgan bo'lsa, uni qanchasi mavzu bo'lsa, qanchasi sahih bo'lsa, qanchasi zaif bo'lsa, masalan. Endi sahihi u belgilik, u hammasi kitobga tushdi deydi. Zaiflari ham qismani tushdi deydi. Lekin shariat faqat shundan belgilanmagan deyapti. Nima desa, ana shu zaif hadislarni ham bobolarimiz shu turkiy, farsiy kitoblarga yozib, bobolarimiz unga amal qilishib odat qilib qo'ygan. Odatga kirgizib, urfga kirgizib, bu narsa qaytalangandan keyin odat deb ketdi. Mavlona Sharofiddin alayhi rahmanning bir ajoyib kitobini ko'rdim. Men onamni buvisi aytardiki, dor deydi, sim osishart, kiyimni quritish uchun. Shuni hovliga tortmanglar, odam tegidan o'tishga bo'lmaydi derdi. O Niyaz bu degan bebisi bor edi, men ko'rgan edim. So'rardim, adam aytardi derdi, lekin dalil keltirmas edi. Shuni 2009-yil Mavlona Sharofiddin alayhi rahman bir kitobini o'qib o'tirsam, shu yerda yozib qo'yibdi. 27 ta narsa bilan insonni fazilati kamayadi debdi. Nimadir desa, tong namozida uxlashlik debdi. Kun botayotganda uxlashlik debdi. Va tishini yumaslik debdi, yuzini yumaslik debdi. Shu yerda dor Yo'lda bormi? Dori tegida o'tishlik debdi. Dorni faqat mana odam yurmaydigan emas, tegida o'tmaydigan yerda. Endi majbur bo'lsa o'tasiz endi. Shunday bir qoida bor. Bezarurat xato bo'ladi, bazarurat ravo bo'ladi deydi. Farslarda shunday bir ajoyib maqol. Zaruratda endi o'taverasiz, lekin u gunoh degan faqat fazilat kamayadi degan ekan. Men haligini o'qidimda, Sonda kirjayatning simlar bo'lib turgu. Ya. So'ning aslan жүретін bo'lsa, fazilati azayadi bo'lib turgu. Insonni bir fazilati kamayadi. Bizde mынаны istep qo'yadi. Кейбір мысалға аулаларда бар. Shuni екі темірдің арасынан 5-6 сымды тартып qo'yadi. Shuni hovli bo'lsa atrofidan debdi. Ruschasiga ketgan perimetr qilish kerak. Ba'zi bir uylarga kirsa o'rtasidan tortishadi. Iya. Ana shu fazilatsizlikka olib kelgan narsa debdi. Ana haligini o'qib, Chahar kitob deganda ham kelgan. Chahar kitob degan forslar kitobi bor. O'zimiz Buxoro tartibida birinchi Chahar kitob degan 4 kitob. Chahar kitob. Abay atamız ham aytadi, shar kitob o'qidim deb bir o'yinda aytadi. Ko'plagan mullalar O'rta Osiyoda avvalda Buxoro o'qishsa birinchi Chahar kitob o'qitishgan. Shu Chahar kitobda ham bor shu. Men осы сіздер мынау Шағатай тілінде ма бір сабақ өтіп жүрсіздер ма сондай, иә? Мешітте. Шындай. Бірақ кітап ана өзіңіз емес, оқыту, жаңа оқуды үйретіп жатырсыздар, иә? Шындай. Бұл сол кітаптардың ішіндегі әңгімені айтып отырсыз осы сонда. Енді aynan biz o'qiyotgan kitoblar ichida u yo'q, lekin бірақ сол кітапты оқи алса, оқиды уже. Shuni o'qiy oladi, xuddi shunday. Bizda bu kitobga turtki bo'lgan sababi o'qitishimizga bir ustozimiz bor edi, Alloh
rahmatiga olgan bo'lsa, u kishi dunyodan o'tib ketdi. Shu kishining bir tavsiyasi bo'ldi. Ikkinchi yana bitta bizga bunday bir turtki bo'lgan Majmul Maqsud degan kitob bor. Sharhul Viqoyani nimasi? Turkiy, ya'ni matn arabcha keladi, sharhi Turkiyda keladi. Chag'ataychami? Chag'ataycha. Chig'ataycha keladi. Unaqa deganim bir qishloqda imomimiz bor edi. Valixon Eshon degan, u kishi eshonlaridan edi. Bizning eng tunguch ustozim bo'ladi. Shu kishi aytardi-da, avvalda imomlar ana Rossiyaga, Qozonga borib bitta savol qo'ysang, shu savolga shu javob. Afg'onistonga borsang ham shu javob. Qozog'iston, O'zbekiston qaysi qishlog'iga borma, bitta savolga bir xil javob edi derdi. Shu savolga javob nima uchun desa, chunki hammasi Majmul Maqsud, Salatul Masudi degan kitoblar, bir kitob o'qiydi u. bir kitob o'qishardi-da. Keyin qancha boshqa arabiy fiqh kitoblarini keyin o'zi uchun o'qishardi-da. Baribir qisman bo'lsa ham bitta ikkita yerda farq qilib qolishi bor ekanda fiqh kitoblarda. Masalan, misrliklar fiqhida, O'rta Osiyo fiqhida, masalan, bitta masalada bo'lsa ham ayirmasiz bitta ikkita bo'ladi. Ya'ni mustahablarda, ba'zi bir mustahablarda. Ana shu narsa turtki bo'ldi, shuning uchun biz ibodat islomiya turkiysini, endi o'zbek tilida ham bor, lekin biz turkiycha o'qitgan sababimiz shu mabodi bir yerdan qandaydir bobolardan, momolardan kitob qo'ygan bo'lsa, ota yo'lini ushlanish maqsadida ibodat islomiya, keyin Majmul Maqsud, Sabatul Ajizin va turkiy mavludlar o'qitib, Xudoga shukr, 100-200 ga yaqin ayol odam ibodat islomiya o'qib chiqdi. 70-80 tasi 100 ga yaqin Sabatul Ajizin o'qib chiqdi. 30 dan 50 ga atrofida Majmul Maqsud o'qishyapti. Yaxshi. Keyin turkiy mavludlar ham o'qishyapti. Alhamdulillah ham Sag'uniyning turkiy nimalari ajoyib yozilgan ekan. Yaxshi. Endi jергilікті xalqning, мысалы o'zingiz turib atgan mahallada xalqning adeti, xurpi bor ya. Осы buni bir jo'qqa chiqaratınlar бар да негізі. Дұрыс емес. Мысалға мына Жусан операциясымен Сириядан, сол таяу шығыстан біздің отандастарымыз алып келген уақытта сол жердегі бірнеше әйелдің сұхбатында былай дейді. Біз анау ширк, мынау харам, мынау бидғат деп жүрген уақытта арабтардың өздерінің әдет ғұрпын көріп таң қалдым. Сонда біздің қазақтардікі дұрыс емес, арабтардікі дұрыс па деген ой сол кезде келді, өкінішке орай кеш келді дейді. Енді менің сұрағым, біздің әдет ғұрпымызды жоққа шығару қалай пайда болды, бір тарихы, бұдан не пайда оларға, бұл іріткі салу ма, осы жөнінде айтып берсеңіз. Ajoyib savol qo'ydingiz. O'zi Sadum deydi, Srednyoaziyskiy духовное управление musulmon. O'rta Osiyo musulmonlari va Qozog'iston nimasining idorasi bo'lgan, qurilgan. 47-yil qurilgan. Boboxon Eshon hazratlarining tarafidan. 91-yilga kelib, bu 5 ta davlat hamma o'z muftiyati alohida mustaqillikdan keyin muftiyatlari ham alohida bo'ldi. Lekin shu 60-yillarda birinchi 60-yillar oxiri 70-yillarda boshlangan bu narsa deydi. Urfga qarshi chiqish. Urfga qarshi chiqish nimaga desa, kitobda yo'q, shart emas, undan keyin farz qilaylik, undan keyin vojib, bu hech bir nimasi yo'q, dalili yo'q, arabiy kitoblarda yo'q degan. Chunki ba'zi bir masalalar turkiy, farsiy kitobda keladi, lekin arabiy kitoblarda kela olmaydi. Men unga keyin tushundim. Shunaqasam ba'zi ko'p arabiy kitoblar farsiydan, turkiydan tarjima qilinganligini tarixda anglab yetdim. Masalan, Imom Robbaniy Maktubot kitobi o'z farscha yozilgan. Original farscha. Uni tatar kishi Murod bir narsa degan kishi arabchaga tarjima qilgan. Jaloliddin Rumiy farscha yozilgan. Masnaviy. Undan keyin Osmonchaga audargan. Keyin arabchaga tarjima qilingan. Chunki ba'zi bir shayxlar o'zini turkiy yoki ko'proq farsiy nimalarda ijod qilishgan.
Ana shu paytda Rustamov Muhammadjon yoki deymiz uni Hoji dada deyishadi yoki domla Hindistoniy deyishadi. Ana shunaqa tahallus bilan nomi bilan mashhur bo'lgan ulug' olim robboniy bo'lgan kishi 1892-yil 1989-yil dunyodan o'tgan odam. Shu yillar orasida hayot kechirgan, qariyb 100 yil hayot kechirgan odam. O kishi yoshligidan qori bo'lib, keyin necha yil mana bu Buxoroda, Farg'onada, keyin Jalolobod Afg'oniston tarafda, undan keyin Kashmir shahrida, Ajmer shahrida Usmoniya degan madrasada o'qiydi. Ustozi Abdulhay Laknabiyni akalari Abdulboqiy Muhammad degan kishi bo'lgan. Shu kishining qo'lida tahsil olgan deydi. Silsila qayoqqa boryapti? Ana shu kishi shu yerlar o'qib 30-yillarda kelsa, bet shu Sovet ittifoqi nimasi hukmi yurib ketgan vaqt bo'ladi, keladi. Surgunga uchraydi, yoqda qamaladi, u yoqda yuradi. Biroq u kishining qabilasi Qipchoq bo'lgan. O'sha kishi keyin urushga boradi, qaytadi, keladi, keyin fors, arab, turkiy kitoblarda tarjimon bo'lib bir redaksiyada ishlaydi. Undan keyin bola o'qitish boshlaydi. Bola o'qitish boshlagandan keyin mana shu O'rta Osiyoga mashhur tanimli olimlar yetishtirib chiqaradi. Ana shu kishini aytadi. Katta O'rta Osiyoga mashhur olimlar. Shu kishi bo'lmaganda biz bilmagan holda vahobiy bo'lib ketuvdik deydi. Yoki bemazhab bo'lib ketuvdik deydi. Shu kishi kelib nimadir desa, ko'proq urfimizni hadis oyatdan dalillab ko'rsatib o'tirdi deydi. Biz faqat haligi fiqhga turib qolgan ekanmiz, fiqhda bo'lmaydi deb ketuvdik deydi. Lekin bilmagan holda ba'zi bir urflarni berish boshlagan edik deydi. Birinchi bo'lib urfga qattiq muhofazasiga turgan kishi O'rta Osiyoda ana shu kishi bo'ladi. Ana sababi bir ustozimiz aytib berdi. Hazrati Amir Temur bobomiz aytadi deydi. Insonda 5 ta xislat bo'lmasa, unda men nazdimda u inson boshqa deydi, begona deydi. Qanday desa, u kishining dini bo'lish kerak deydi. Millati bo'lish kerak, tili bo'lish kerak deydi. Yeri bo'lish kerak deydi. Tarixi bo'lish kerak deydi. Urfi bo'lish kerak deydi. Bu bo'lmasa ult bo'la olmaydi-da. Endi deydi, bu narsani quritish uchun nima kerak desa, burun o'zbek qozoqlarida bir to'piq o'yini bo'lardi. Yaqinda bir kishi menga bir agamiz shu misol keltirdi. Hayron qoldim men. To'piqni bunday sindirish mumkin emas. To'piq o'yin bo'lardi. Beradi, saqlaysiz. Keyin so'raganda ko'rsatib bersangiz, bo'lmasangiz bitta nima qilardi. Shu to'piqni uchida bir yumshoq yer bo'lar ekan. Shu kishi aytadi, bir akamiz, men buni kitobdan ko'rib qoldim deydi. Bir turkiy kitobda ketdi deydi. Shariatda shu to'piqqa o'xshatibdi-da, biroq uchi bu yumshoq yeri nima? Urf debdi. To'piqqa qancha manda ezsiz ezilmaydi. Lekin shu yaxshi qassoblar bilar ekanki, shu yumshoq yerini buni tishin kirgizib bitta bosib olsa ayrilib ketar ekan. Urf ketadigan bo'lsa, tarix ham ketirish boshlaydi. Tarixda bo'lmagan ekan. Tarix ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Oxirida tilga keladi, til millatga keladi. Boyagi yerda bir men esimga tushib qoldi, aytvoray. Millat muhofazasi dinni muhofazasiday birday bo'lish kerak ekan. Millat bo'lish uchun o'ziga alohida tarixi bo'lish kerak, urfi bo'lish kerak ekan. Hozir esimga tushib qoldi, boyagi kitob o'qiyotganda millatning darajasi dinday bo'lish kerak degan ekan. Ben endi dursayin, baribir nima qilgan nima qilamiz, dinni ushlanamiz. Lekin shuni darajatida muhofaza qilish kerak ekan millat. Men avvalda ba'zi bir millatlar o'zi nima uchun buni bunday qilishadi desam, shu bar kitobdagi gap ekanda shu narsalar. Bir afsus qilaman, u masjid o'rtanib ketdi-da. Kitoblar yonib ketdi, men borib shuni olib kelaman dedim-da.
ikki qop kitob edi, shu 50 kilolik qop. Sizning meshitтериңiz o'rtin. Naqada Mamlutda, Ha. Petropavlda bir kichkina yog'ochdan solingan masjid edi, eski yangi masjid solinishdi. Shuning ichida ketib qoldi-da, u ko'p o'tam ketish. Ikki qop edi, lekin ajoyib kitob edi. Ana Jakin Avliya degan ulug' zot ham o'tgan, u kishi ham aytadi. Insonni qurtish uchun bunga qurol, qilich, miltiq hech narsa kerak emas deydi. Jakin Avliya mana bu Aris daryosini labida hayot kechirgan, darvishlik hayot kechirgan odam, o'zi Iroqda o'qigan ekan, Bag'dodda. Ya shu Qo'ng'irot yoki shu Xo'jami, To'rami, ana shu qabilalar bittasidan. Shu kishi aytadi, Alloh taolaning zikrini unuttirish kerak, payg'ambari tanishdan uzoqlashtirish kerak, tarixini yo'q qilish kerak va urfini ulardan esdan chiqarish kerak, ularga kersincha begona qilib tashlash kerak deydi. Shu to'rtta narsa yo'qolsa, shu nimaiki kitob o'qimay, ko'proq shu urf kelaveradi-da. Ana shu paytda Alloh Hindistonni alayhi rahmat 60-yillarda muhofazaga chiqqanda shu 3-4ta o'zim bir ikkita shogird bo'lgan, yana bir ikkita ozgina o'qib ketgan shogirdlari bo'lgan. Shular ko'proq qarshi chiqqan. Ana shu paytda u urfimizni qattiq ushlashga, qattiq bel baylagan odam shu bo'ladi. Tarixi shu yerdan keladi endi. Endi Xudoga shukr, shu kungacha biz shu urfimizni saqlab kelishga harakat qilyapmiz bobolarimizdan. Yana bir urfda agar shu hadis bo'lmaganda edi, masalan, 7si 40 bo'lsin, payshanbaligi bo'lsin, agar bu hadis yoki shar'iy bo'lmaganda edi, kechagi 70 yil ichida yo'qib ketardi bu. Nega desa, kecha mana 70 yil Xudo yo'q, ateistlik bir nimada tushunchada hayot kechirdik endi. Yo'q, endi bir 80-90-yillarda masjidlar ochilish boshladi, lekin mutlaq olganda davlat shunday edi ideologiyasi. Insonlar faqat shu urfiy marosimlar bilan dinni saqlab, boshlari birgalikda qo'shilib turuvdi. Agar shunda shar'iy yoki shu urflarimizda bir hadis bo'lmaganda edi, unda u fazilat bunaqa kuchi yetmas edi 70 yil saqlab kelishga. Chunki kommunistik ideologiya u shariatimizga, farz, vojiblariga zarbasini berdi-da, lekin urfga uncha tegilmadi. Tegildi-yu, biroq farzday tegilmadi. Shu urfimiz bilan saqlab kelaverdik. Masalan, Qur'on o'qidik, shu yerda kichkina bo'lsa ham imomlarimiz shu savodi borlar kitobdan, savodi yo'qlar otasidan eshitgan narsasini aytib kelaverdi. Ana shunda biz musulmonchiligimizni saqlab keldik. Qattiq bir bo'rondan o'tib oldik. Endi afsuski shu 90-yildan keyin Xudoga behisob shukr deymiz. Mustaqilligimizni oldik. Yaxshi masjidlarimizga bari erkinlik berildi. Lekin mana bu bemazhablar paydo bo'ldi. Mana bu urfda yo'q, shariatda yo'q, Qur'onda yo'q, shariatda yo'q, Qur'onda yo'q deb ko'p urflarimizni o'zimizga begona qilib, o'zimizni qarshi chiqadigan qilib qo'ydi. Urf ushlanishi kerak. Urf ketsa, unda tarix berib qo'yamiz. Tarix berib qo'ygan bo'lsak, unda tilni berib qo'yamiz. Odamni, har bir odamni qalbida bir ruhoniy bir daraxt bo'ladi. Inson shu ruhoniy daraxtni nima bilan sug'arsa, ana shu tarafga qarab daraxt hosilni, mevasi yoki ko'karish yoki quyrashligi shu suvga bog'liq bo'ladi. Ana shuni masalan shu boyagi ateist davrida ham u daraxtga haftasiga bir marta suv quyilishi kerak ekan. Insonni tabiatan mana bu ko'plagan salaf solihlar gapi, insonga haftasiga bir marta shu ruhoniy bir daraxtga suv quyilishi kerak ekan. Mana masalan nasaralar oladigan bo'lsak, ular har yakshanba kuni o'zlarini cherkovga yig'ilishadi, o'zlarining mavizasini qiladi. Yahudlar oladigan bo'lsak, ular har shanba kuni yig'iladi. Ular, biz musulmonlar har juma yig'ilamiz. Ya'ni ruhoniy oziq qo'ydi. Har bir nimalar o'zini masalan. Lekin ateistlar bildiki, haftasiga bir marta bularga bir ideologiyadan dars bermasak, bular bizdan ketib qoladi dedi. Nima qildi? Dushanba kuni qilishdi.
dushanba kuni ularda nima собрание 5 minutga deb akt zallar qilishdi, tribunalar qilishdi. Ana shunaqa har haftada ular shu kommunistik ideologiyalarni aytib turishdi. Ana shu bilan inson o'zini shu kommunistik ideologiyalarni ushlab turdi. Bir qizig'i biz G'ani Mulaka degan Niyazov Abdug'ani deydi, G'ani Mulakadirdik. Shu kishi aytib bergan edi-da, mana shu gap dadalar katta xo'jalardan edi. Shu soyuz paytda har hafta aytib turavergandan keyin miyamiz shu kommunist bo'lib turardi deydi. Lekin shu maviza to'xtab qoldi deydi 90-yilda. O'z-o'zimizni o'zgarish boshladik deydi. Islom tarafga qarab deydi. Keyin bildim deydi, bu odamga haftasiga bir marta nasihat kerak ekan deydi. Ana shundan shu bo'ronda men aytmoqchi bo'layotganim 70 yil shunaqa ideologiya urib turdi, hafta sayin boyaga ateistik nimani gapirib turishardi. Baribir insonlarning qalbida kichkinagina bir kandil deymizmi, bir chiroq yoqilib turdi. Shu chiroq nima edi? Urfimiz edi. Men осы TikTok'tan gördüm ba, TikTok'tan ko'rdim o deyim. Сол сіздердің мешіт жақта бір әдет-ғұрыпқа қатысты бір шамалы бір кикілжіңді көріп қалдым. Негізі TikTok деген бір жақсы бір дер кезінде жаңалық жеткізетін жаңалық не болып қалды. Сол жетісі ма, сәлем салу ма, осы жөнінде айтып беріңіз. Осы біздің тақырыпқа қатысты болып тұр да. Бұл не мәселе деп жатқаным ғой. Енді бір бар ғой иә, қазір әдет-ғұрпымызды әлі күнге дейін жек көріп, жаңа жоққа шығарғысы келетіндер. Енді бар, yo'q demeymiz. Ba'zi bir kishilar masalan 7-40ga qarshi chiqmaymiz, buni faqat bitta qilaylik. Ya'ni 7-40ni oilaviy qilaylikda, boshqalarni chaqirmaylik. Shu 3 kundan keyin bitta Xudoy beramizda, katta qilib bo'ldi deb kambag'al odamga bu og'irlik tushyapti deb shunaqa bir g'oyani ko'tarishib, boyaga 7-40ni chek qo'yishlik nimasini g'oyasini ko'tarib chiqqan kishilar bo'ldi. Agar TikTokda ko'rgan bo'lsangiz, men gapirdim. Bunday narsa borda, Ulug'bek aka. Shariatda mutlaq sadoqat. Chegaralar qo'yilmaydi. Ya'ni ruschasiga limit qo'yilmaydi. Boy xohlagancha bersin. Kambag'al o'zini chama sharqiga qarab beradi. Masalan, bir yerda bir yaxshi bir savoblik ish narsa qilinayotgan bo'lsa, biz aytmaymiz-ku, masalan, aytda xalqqa pulga ko'prik solinayotgan bo'lsa, bir boy keladi 500 ming tanga tashlaydi. Bir kishi keladi 500 tanga tashlaydi. Bir kishi 1000 tanga tashlaydi. Aytmaymiz, boy sen mana bu kambag'allar 100 dan 1000 tangadan beryapti, 500 dan beryapti. Sen 500 ming bermagin demaymiz, durustmi? Ovqatda ham xuddi shu. Hatto shu yerda ko'prikka yoki bir maktab yoki bir masjid solinayotgan bo'lsa, bir kambag'al 100 ming tashib ketsa, "Voh, deb boramiz. Mana martagan bir kambag'al mard bo'ladi" deb aytamiz, deb gapiramiz. Durust, sadoqat o'zini qiynab berish kerak emas. Endi yaxshi savol ko'tarildi. Mavzu. Shu yerda men aytdim-da, endi bu pul taomdan berishdi qaysi? Pul bilan berish, ikkalasi ham sadoqa, faqat bunisi taom bilan bo'lyapti, bunisi pul bilan. Durust, kambag'allar men o'z bir yaqinman nima qildi? Dunyoda o'tganda biz o'ziga yarasha bergistirdik-da. Lekin baquvvat odam beramansa, ota-onasi uchun xohlagancha bersin. U barsa faqat isrofgarchilik degan o'zi qolib ketgan ovqatlar. Qarz olib bermay, kredit olib bermay, biroq жағдайың бармы? Endi o'zing bilasan ғой deb жатқаным ғой. Boyi qattiq isrof emas-da. Qattiq isrof emas. Yeyiladigan narsani qo'yish kerak-da, endi ko'proq. Men aytdim-da shunda, mana masalan, inson dunyodan o'tgandan keyin biz tuz ko'myapti yo'qmiz-ku. Otamizni ko'myapmiz, onamizni ko'myapmiz. Menga shuni boshida shu taklifdan chiqqanda aytdim. Men bitta onam bor dedim, Xudo saqlasin. Bitta sigirim bor dedim. Xudo saqlasin dedim. Lekin men ayamayman dedim. Hech narsani. Chunki Abu Zar G'ifari roziyallohu anhu Ibn Kasir keltiradi.
qaytgan kuni o'z uyi bo'lmagan Abu Zar G'ifar qanaqa hayot kechirganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Shu bidoyani hayotga keltirgan ekan. Dunyodan o'tardan oldin dunyodan o'tishligini bitta qo'y so'ydirgan ekan. Shunda dunyodan o'tgandan keyin naryoqda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu boshchiligida 10 mingga yaqin sahobalar kelganda kelib yuzini ochsa Abu Zar G'ifari ekan ko'radi. Tizzalari bo'ysunmay egilib yig'laydi. Shunday bir ajoyib bir so'z aytgan ekan. Bu kim Abu Zar G'ifari bu yolg'iz yuradi. Yolg'iz dunyodan o'tadi. Va yolg'iz tiriladi degan ekan. Va yub'asu vaqta deydi. Va yamsha vaqta deydi. Va yamutu vaqta deb narsalarni keltiradi. Yolg'izlikman deydi. She'rda boyagi tarix kitobida aytadi, ovqat yeyishdi deydi. Uni kambag'al deyishmadi deydi. Chunki ko'proq sahobalar qaytgan kunlarida taom boyagi berishlik, hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ja'farning uyida qaytgan kunda 3 kungacha ovqat kirgizinglar dedi. Agar 3 kungacha ovqat yeyishlik durust bo'lmaganda ovqat kirgiztirmas edi. 3 kungacha kirgizmalaring deb aytardi. Buni ba'zi bir og'aynilar misol keltiradi, 3 kungacha qozon. U jag'day bo'lmadi ovqat berishga. Lekin kirgiztirdi. Unda kirgiztirmas edi. 3 kungacha bo'lmagan ruxsat. Ana shuning uchun qazo bo'lgan uy tamoq bermeydi. Көршісі, туған туысқан, жора жолдасы бар ғой, солар кіргізсін, дұрыс па? Жоқ, енді мынандай да мен сол түсінбейтінім. Менің туған туысқандарым ұзақта тұрады. Алматыда, Астанада, Ташкенттің ар жағында. Олар біздің үйде қаза болса, үйге келсе, біз қазір бір жарты сағаттан кейін келеміз, кафеге бір шай ішіп келейік демейтін шығар деп жатқаным ғой. Шындай. Болмаса осы жерде кафе іздеп жүрмейді ғой деп жатқаным ғой. Шындай. Кафе іздеп жүрмейді ғой. Кім тамақ сатады деп жүрмейді ғой. Әуелде енді ол жерде бір десерт мен торт, жаңа тағы бір нәрсе әкеліп жатқан жоқпыз ғой. Ойда не? Бір палау болуы мүмкін, бір тамақ болуы мүмкін, нан, шай ғой. Ол жерде бүйтіп аста төк дастархан емес қой. Бұндай әдіпті да жүрек жалғасын деп жатқаным ғой. Мен бір рет мынандай болды, бір кісі қайтыс болды, күн суық, палау істейміз де, сосын мен не аласыз палау істеп, күн суық, қайнатып қойыңыздар дедім де, ол сорпаны жер қазғандар бар, мынау сыртта тұрғандар бар, барлығы ішеді оны деді. Бәрі ішеді оны. Себебі адам жаурап тұр. Жаурап тұрғаннан кейін үйіне барып жылынып келмейді. Ол сорпаны ішіп, ары қарай қызметін жасай береді дедім. Сонымен мынау дұрыс болды деп кейін айтады да. Бұл şu sahabalar davrida, salaf salihlar davrida ko'proq durust bo'lib hisoblanadi. Keyin xalaflar vaqtiga keyin 400 yildan keyin bu kuchayib ketdi-da. Isrof, rohat, maishatga aylanish boshlagandan keyin masalan Abu Humamalar ko'proq aynan birinchi Hanafiylar, Ahnaflar qarshi chiqdi, makruh tahrimat. Qaytgan kun taom yeyishlik yoki 3 kungacha taom yeyishlik, shu kun mol so'yishliklar. Keyin nimaga desa, chunki o'zaro yarishishlik boshlandi. Endi unday bor edi adam. O'sha avvaldan bo'lganda, shunda bir turkiy kitobda bir olim kishi nimasini eshitib qoldim, zo'r aytibdi. Agar debdi, maishat, rohat bermagan darajada sadoqat bergan bo'lsa, salaf solihlarga o'xshab. Unda bo'ladi debdi. Chunki hatto savob mustahab debdi. Lekin juda bir hashamatli qilgan bo'lsa, unda shu makruh bo'ladi debdi. Ya'ni shu savob bilan mustahab bilan makruh farqi nimada desa, jag debdi. Hani qaytgan odamga ovqat berganda debdi, to'yga o'xshab bergan bo'lsa, odam voy, bu ovqat zo'ru deb jag'i bir rohat topaydiganda aytsa, u makruh tahriman ketadi debdi. Boyagi 13 ga yaqin dalil bor. Bo'lmaydi makruh deganlar. Bazaziylarda ham keltiradi masalan. U shu nima? Maishat yoki rohat beraydiganda yoki uy egasiga bir og'irlik tushaydigan darajada bo'lgan bo'lsa yoki bir talab etadigan darajada bo'lsa, u shu lekin bor bo'lib tursa,
faqat ovqat, non, chay bo'lsa, hech qanaqa yerda muammo yo'q. Yana bir marta aytishimiz kerak, buni vojib, farz, emas. shart darajasiga chiqarish emas. Qilsangiz savob, qilmasangiz Qaymiz. gunoh emas. Lekin bizning urfimizda, mana shu turkiylar urfida kishini orqasidan ko'proq pul emas, kiyim emas, taom bilan urf emas qoliplashgan. Ko'proq taom bilan. Nega desak, chunki ko'pchilik yig'iladi. Taomlar ma'ruza qiladi. Bitta bo'lsa ham hadis yoki bitta bo'lsa ham oyatdan bir yoki shariatda bir qonun nimasini, qonunni eshitib qaytadi. Va ko'rmagan odamlar bir-birini ko'radi. Agar bu narsani hozir men shunda aytdim-da, bu hozir mayli bu 7:40 to'xtataylik, to'ylar bilan chegaralaydigan bo'lsak, Bir-birini qachon ko'rasiz? bir-birimizni qachon ko'ramiz? Faqat shunda ko'rmaydigan bo'lsak. Keyin bora-bora odamda Aralashib aytmoqqa mehr yo'qoladi. Bir ajoyib bir nima o'qib qoldim. Zo'r gapirdi. Inson o'zi ikkita narsadan qo'rqadi debdi. Uyaladi debdi. Xudodan uyaladi debdi. Bandadan uyaladi debdi. Ras biz odamlardan ko'proq uyaladigan siyoqdamiz. Xudodan uyalgani debdi, endi u taqvolik debdi. Iya. Insondan uyalganligi u uyat debdi. Nega desa, agar debdi bu insondan ham uyalish ketadigan bo'lsa debdi, inson debdi hayvon qilmagan narsani ish qilishi mumkin debdi. Masalan, bir gunoh ish qilgisi kelib turibdi deydi. Yoki bir odam jirkanchlik ish qilgisi kelib turibdi deydi. Lekin qilaytsa, erta bitta yerga Xudoga boradi, 7:40ga boradi, to'yga boradi, qudachilikka boradi. Uyaladi. Anoda qizim bermay qo'yishi mumkin, kelin olmasligi mumkin. Mutlaq uni gapirishi mumkin-da, uyaladida, haligi jirkanlik ishdan o'zini to'xtatib yuradi. Unga bormaydigan bo'lsa, bu narsani to'xtatib qo'ygan bo'lsa, odam bir-birini aralashmay qiladigan bo'lsa, bu boyaga yomon qabih ishlarga yo'l ochib berishlik degan so'z. Mana urfi bitta hikmati shu yerda insonni ma'naviyatini saqlash. Mana buni siz urfini yo'qotib qo'ygan shunday bir davlatlar bor. Shu yerga ko'ring, insonlar nima bilan shug'ullanadi. Iya. Unday Atni aytmay qo'yamiz. mana ko'ravering. Xohlagan narsasini qilib yotibdi. Na qizlarda, na o'g'il bolalarda urfiy bir tayanchi yoki bir o'zagi bo'lmaydigan bo'lsa, uyalamizda endi masalan qo'ymo ish qilmay qo'ya qolay deysiz. Hatto uy oldida ustroyga qilayotgan bo'lsa ham bir xilda uyalam so'y qo'ymo odamlarning naqdini deb. Shunda Odamlar nima deydi? Shu qatorda yuraveraylik deysiz. Kiyinganda ham masalan angur-shalur kiyinmaymiz yoki juda manabam kiyinib bormaymiz. Chunki bir yerga borishimiz bor, qo'shniga kirishimiz bor, aralashish bor, Xudoga borish bor, to'yga borish bor, gapiradi deymiz, uyalamiz. Ana shuning uchun bunday qarasak, baygi urfiy narsalar bizni uyatimizni bandadan uyalishlikni saqlab turishiga sabab bo'ldi. Urf yo'qoladigan bo'lsa, bandadan uyalish qolishligi u so'zsiz bir ochiq, ravshan bo'lib turgan bir gap. Alloh rozi bo'lsin Saloh imom, Salohiddin imom. Yaxshi bir suhbat bo'ldi. So'nggi so'zingizda ko'rermenlarimizga bir nasihatingiz bo'lsin. Qo'rtindi so'zingiz. Mayli, Alloh rozi bo'lsin sizga ham takliflaringiz uchun. Asrasa yoshlarga aytaman. Men o'zim ba'zi bir kishilar meni mutaassib qilishadi. Bir urfga juda mutaassibsizmi? ana urfga qattiq yopishib qolgan deydi-da. Jabsib qolgan imom deb. So'qi degan gatingiz borsa. Uni ham aytishadi. Lekin bunday narsa bor-da. Shariat nimani ma'qullagan bo'lsa, nimaga qarshi chiqmagan bo'lsa, nimadan qaytarmagan bo'lsa, onda bir hikmat bor.
Yoshlarga aytadigan narsamiz, bizni bobolarimiz nimaiki yaxshi ish qilgan bo'lsa, shuni ishlanishimiz kerak. Chunki bu dinni, millatni, urfimizni, tariximizni bizga bobolarimiz qanday yetkazgan bo'lsa, shu narsani biz kelajak avlodga yetkazishimiz kerak. Yetkazish uchun nima kerak? Mana shu silsiladan uzilishligimiz kerak emas. Silsila bo'lishi kerak hamma narsada. Odam mana fiqhda ham silsila bor, hadisda ham silsila bor, Qur'onda ham silsila bor. Mana bizni bobolarimizda ham shunaqa silsila bo'ladi. Bobom qilgan. Hozir bir narsa esimga tushib qoldi, e'tibor qilay. Bir ustozimiz aytibdi, tarixda ko'p xato gaplar bor endi. Voy, mana bu yer bunaqa deydi, mubolag'a gaplar, xato demayman, mubolag'a gaplar bor. U nima desa, voy, bizda shunday yer bor, bu yerda sahoba hayot kechirgan yoki bitta payg'ambar nazari bilan qaragan yoki mana shunaqa tabiinlar kelgan ekan degan gaplar bor. Bu gap rost ham bo'lishi mumkin, mubolag'a ham bo'lishi mumkin. Lekin shu mubolag'a bo'lsa ham shu odamga masalan biz nimalarda aytamiz-ku? Arslan bob bizda. Bu kim desa, Salmon Farsi deymiz. Qirg'izistonda da bor bilетін шығарсыз. Arslan degan. Arslan bob masalan ko'proq Salmon Farsi deydi. Tarixga qarasak, Salmon Farsi boshqa yoqda yotibdi. Lekin biz bunga bobolarimiz bizga shunday narsani berdi. Endi Salmon Farsi bitta yotibdi desa, gunoh emasmi? Hech qanaqa gunoh yo'q. Tarixda bir darak. Iya. Tarixdagi derak deymizda, darak. Xabar. Kitoblarda mayli tushib qoldi, shu yerda yotibdi degan. Lekin men shu Salmon Farsi bu yerda yotibdi deb e'tiqod qiladigan bo'lsam, dushman kiradigan bo'lsa, men albatta uni qo'rg'ashga boraman. Salmon Farsini qo'rg'ashga boraman. Boyagi mubolag'a davlatimga jon kechligimni bag'ishlashga sabab bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Mana shuning uchun men yoshlarga aytadiganim, ko'proq tarixga qiziqib, qariyalar ichida shuni o'tiraman. Tarix insonni ko'proq tarixga ko'ngil bo'laylik. Urfimizga ko'proq ko'ngil bo'laylik. Degan bilan ba'zi bir urflar bu faqat boyaga 7, 40 yoki nima emas. Urflarimiz rosa ko'p. Boshqa urflar ham ishlanishimiz kerak. Qiz bola ham, o'g'il bola ham yoshlar asrasa. Chunki yoshlar kelajakda bu nikohlanadigan bo'lsa, bir dunyoga farzand keltiradigan bo'lsa, u farzandga faqat ota-ona emas, balki ustoz ham bo'ladi. Tirik ustoz bo'ladi. Ana shu farzandlarimizni shu bir urf bilan, bir ideologiya bilan tarbiyalaydigan bo'lsak, u odamda stержен bo'ladi. Demak, u odamda xoinlik bo'lmaydi, sotqinlik bo'lmaydi, qochib ketish degan narsa bo'lmaydi. Shu narsalar tarix urflarimiz shu odamni davlatga muhabbatini boylab turadigan bir yaxshi nima. Mana shunga ko'ngil bo'laylik deb aytaman nasihatim. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizga. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі біздің қозғаған тақырыбымыз дін және ұлттық дәстүр. Осы тақырып аясында біздің қойған сұрақтарымызға жауап берген Сайрам мешітінің имамы Мұхиддинов Салахаддин болатын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.